Mana usta akalar, sizlarga aytgan joyim. Mana teritoriya. O'tlarni chiroyli qilib, qirib, chopib, tozalab, notekis joylarni tekislashimiz kerak. Bo'ldi. Joyimiz shu. Bo'ldi, zo'r qilib beramiz. Chiroyli qilamiz. Uni qachon? Ertaga tugatishimiz kerak? Yo'q, peshinga tugatish kerak. Peshingacha. Biz borku shunaqangi mehnatkash odammiz. Shunaqangi ishlar to'ldirib tashlaymiz. Mana, ko'ryapsiz mana, Iqalay tog'a, Kimsanboy, Hasan Ali men bizni qilgan ishlarimiz ham mahallaliklar ko'rib og'iz ochilib qolyapti. Hamma ish bizdan qolmayapti. O'ylaymanki, soat 4 gacha tugatmasak bo'lmaydimi? Faqat kechgacha qolmasin. Xo'p. Chiroyli qilib. Lekin ko'p gapirar ekansiz. Yo aka, planik ko'ryapsizmi? Biz mana qorni ko'ryapsizmi? Mana qorni ko'ryapsizmi? Kuchlarni ko'rsatib. Traktorchi, traktorchi. Belga taqimda o'tdi. Ha aka. Soatda tugatib beraman. Ahmoq, traktor bor. Bizim nima keragimiz bor? Mana aytdi aka. Traktor bo'lsa, bu traktor faqat o'tda yuzini olsa, bu tomirlarni kim tozalaydi? Aka, Sizga tushuntirdim-ku. ismingiz nima edi aka? Xonimqul akajon. Akajon, o boya kelishuvdik. Joylaringiz rosa katta ekan aka. Sal pul qo'shib bering akajon. Akajon, kelishganimiz o'zi yaxshi pulga kelishdi. To'g'ri. Ko'p gapirma. Kundalik ishchilardan ziyodasi bilan kelishdik. Bo'ldi aka. Mayda hidi chiqyaptimi? Choyxona aka. Choyxonami? Aka. Bo'ldi. Aka, xullas, yaxshi odam ekan. Ko'zda bilib turibdi. Xonimqul aka. Biz kechgacha emas, boya soat 3 gacha bu yerda tekislab chiroyli qilib ana tozalaymiz. Mana kiyimlarni ko'rib, bo'lib polvonlikni ko'ryapsizmi? Suv tagiga kirib borku, sho'g'ib chaqaloqlar top keladi kerak bo'lsa. Mana ko'ryapsizmi? Kuchidan ham qorni katta. Bu ishlaydigan yigitlar. Mana bu Hasan Ali ham. Shunga kecha rosa qattiq ish bo'lgan. To'g'ri gaplar, qo'llar qavrilib ketdi. Hop, shunga Xonimqul aka boya kelishgan hisob kitobdan ozgina 200 ming so'm berib tursangiz. Avansa Ishni boshlamasdan turib pul so'rashdan Yo'q aka, yo mana shu yerda chiroyli bo'lish kerak. 50 Oz kerak-ku. motivatsiya. O'shandan keyin qiziq bo'ladi. Xonimqul aka. Kuchuk qo'shiladi. O'ylab so'ramiz. Aka. Ishgandan keyin chiroyli ishlar qilgan. bo'ldi. Sovuq choy bizga ishoning, yeringizni chiroyli qilib, talqonda qilib ketadi. Albatta. Labis, ha? Labis. Kelishgan mana 200 ming so'm pullaring. Sanab oling. 200 ming emas, yana 400 ming qolyapti-ku, ha? 200 olib Ha. Sizlar hozir so'ragan avanslaring bu. Ha, bo'ldi. Xo'p. Aka, ko'ngil to'q qilib ishingizni qilavering. Biz mana shu yerda ish tugatib, tushlik ham qilmaymiz-da. Keyin bir to'lasib, mana shu yerda choyxonada Chiroyli ishlaymiz, ha? Chiroyli qilib, ko'ngildan, ha? Xo'p. Shonavering. Ana. Ring. Ha. Bo'ldi, ishondim. O'zim shu atrofda sizlarni kuzatib turaman. Men ishga borib, dam oling. Barib sizdan 400 ming pulimiz qolyapti-ku. Ko'ngil to'q qiling. Xo'p. O'zimiz kelishib qilaveramiz. Xo'p. Ana hisob qilib oldik. Do'stlar, xudo xolasa endi ishni boshlaymiz. Endi mana 200 ming. Endi bir bosh og'riq qilib olsak, Men bo'lib keling. qayerga borasiz? Do'konga. Qanaqa do'kon o'sha? Qanaqa odamsiz? Ishdan qochaverasiz, ha? Qalay tog'a? Ko'p gapirmangda. Mana Hasan Ali akalar bir chekkadan chop kelaverasizlar. Nima? Hasan Ali bilan yana menmi? Boya beton deb ham kalla qo'ydi bu. Betonda ishlardi. Chip turishni bilmaysan, ha? Xo'p deyishni bilmaysan. Hamma ishni eplab kelyapmizmi? Shu odamdan bir so'm pul olishni bilmaysan. Mana o'zim oldim pulni. Kimsan bor, yur, kiyimini kiy. Biz ketgandan keyin o'tirib olasiz ekansiz ishda. Tozalanglar. Xo'p, kelsiz keylar, hozir keylar yana, hey. Aytamiz, hey. Ket. Odamga yo'q. Shojon, rahmat, mazza qildik. Ajoyib shunaqangi chiroyli joy bo'pti. Ha. Taomlaringizga gap yo'q. Qanday taomlarimiz? Ajoyib, Yoqdimi? ajoyib, juda ham ajoyib. Kam bo'lmanglar ishqilib. Shu elda xizmatdan charchamang hech qachon. Yashang, rahmat. Yaxshi kunlarga xizmat Saidul qiling. aka, bilasiz, bu choyxonalarni qurishda o'zi bo'lmaydi. Ancha sarmoya ham ketgan. Qolaversa siz ko'chani odamisiz-ku, ko'chada ko'p yurasiz. Mana shu choyxonani yurg'izishga bir yaxshi, halol, pok, o'zingizga o'xshagan vijdonli bir odam kerak. Yurg'izish kerak. Bilasiz, Yevropaga ketishim kerak. Yevropada bizneslarim bor, bilasiz. Yaxshi. Ertadan keyin uchib ketaman. O'shanga mana shu yerda yurg'izgani bir yaxshi xodim kerak, odam kerak. O'zingizga o'xshagan halol, pok. Bor Shojon. Bir yaxshi bojam bor. Agar xohlasangiz qo'lidan hamma ish keladi. Osh desangiz osh qiladi, shashlik desangiz shashlik
salat desak salat, hamma ish qo'ldan keladi. Xohlasangiz chaqiraman. Qani bir qo'ng'iroq qilingchi. Alo. Alo, boja. Yo, qandaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Kayfiyatlar. O, boja, sizga zo'r bir ish topdim. Yo'q-a? Ha? Hozir tayyor bo'lib turing, keyin hozir men borib olib kelaman sizni. Ha, kasb shular kiyib ko'chaga chiqib turaman yo'lni bo'yiga. Ha, bo'pti. Hop, boja. Hop. Hop, boja. Axirdaga, ishlaringni o'zlaring qilaveringlar. Katta restoranga ish boshqaruvchi kerak ekan. Shunga men ketdim aka. Mensin. Bilganlaring qilaring. Qiy. Qolganini quyib. Qolmadi mana u. Ichib o'ldik. Qoyili ichib oldik shunchalik, ya. Menmi? Ha? Kalamishdi-ku jo'ra. Nima? Kalamish dedim. Nega qara? Biz mazza o'tiribmiz. Hozir Hasanjon bilan yig'alaylik. Yarimidan ko'p chopabuga. O'zi 1 soat bo'ldi kelganmiz. Ha, 1 soat toshib qolyapti. Hasanani bilan yig'alaylik tog'iga ishonaman. Bular yelatga chop tashlaydi. Hamma tekis qo'yadi. Bunday. Xullas, mana shu yeb ichganimiz necha yil bo'ldi taxminan seningcha? Taxminan 40, 15, 20. Bir 100 ming bo'lib qoldi. 100 ming, ha? 100 ming bo'ldi. Bo'ldi. Tushunarli. Bo'lmasa ana 100 ming choyxonachiga berasan. Ana, mana 100 ming menga. Menda. Nima senda turadi? Ha? 50 bo'lsa bo'ladi qolishlikda. Kelib yo'qotib qo'ysan, xo'pmi? Pul tushirib qo'yishing mumkin. Ko'p gapirmagin-da. Asab buzmagin. Kechqurun bosh og'riq qilishimiz mumkin. Bir yerda o'tirishimiz mumkin. Ularga bildirmasdan o'zimiz borib bosib beraveramiz. Tushundingmi? Qarab, doim aqlli qilib pul topib olaversan, ha? Menga pul bermaysan, bilsanmi shuni? Senga pul berganman. Ha, bir marta yo'qotib kelgansan. Shuning uchun xo'p, tegin mana qonun to'pladimmi? Ha, bo'pti. Endi boraylik. Ular ham bizni kutib o'tirgandir, ko'zlar to'rt bo'lib. Ol, choyxonachiga taqir ber. Aka! Voy aka! Baqqara oling. Tur, yo'l-yo'lakay berib ketamiz. Chiqishni beramiz. Kelibsiz mehmon, nima ichasiz? Qora choy, ko'k choy, qaymoqli kofe, qora kofe, limon choy. Yo'q, shart emas aka. Shart emas. Ishingizni qilavering, o'zim chaqiraman. Ama taşlıqqa o'tiribdi-ku bu. Nima qilib o'tiribsiz? Nima chopmadingiz? 1 metr ham chopmabsiz-ku. 1 soatdan beri qayerda yursalar, ey? Ya 1 soatdan beri sizlarga oziq ovqat qidirdik. Do'konlarda hech narsa yo'q. Hech qayerda hech narsa yo'q. Hasan, oyoqlarim oyoq qolmadi. Hasan? Ha? Bojasi telefon qilib restoranga rahbar qilib qo'yibdi. Nima? Ha? Ha? Hasanmi? Ha? Bo'lmagan gap. Hozir telefon qil. Hozir. Qo'ng'iroq qilaychi. Xush kelibsiz aka. Xush keldik. Dilshodjon, siz so'ragan yigit, mana shu bojam. Ha? Xudo xolasa uyaltirmaydi. Juda bir labizli, halol. Ismlari nima? Hasan Ali. Hasan aka. Bizni mana shu qarsillama choyxonamizga yaxshi mutaxassis, o'zini ishiga puxta. Kechirasiz. Gaplashavering. Yo'q, sizga muhim aka. Ha, mayli. Qizini bosib ol. Qayta qilchi? Hozir. Bizni qo'limizda 10 dan oshiq xodimlar ishlaydi. Bilasiz, mijozlarimiz shirin tomoq. Taomlangandan keyin pulini olish ham sal. Ha, gaplashing. Ma'lumot, gapiring aka. Yana qizini bosib ol. Raqam to'g'ri deyapsan? Mana o'zini raqamiga telefon qilyapman. Keliningiz bilan ertadan keyin Yevropaga ketamiz. Bizni ishlarimiz bor Yevropada.
Shunga Saidul akadan iltimos qildim. Bir yaxshi o'ziga ishongan, halol, pok, qattiq qo'l. Ha ko'taring. Bali, gapiring, kechirasiz. Saidul aka, bilasiz, bu choyxonani qurguncha azmuncha pulim ketmagan. Men bu odamga ishona olmayman. Chunki aytdim sizga, qattiq qo'l, ishbilarmon, bu o'ziga ishonmayapti, latta-ku bu odam. Men ishga ola olmayman. Qanday yuraman Yevropada, ota? Qo'ying. Alo. Nima deysani? Choyga tegdik-ku. Telefon ko'tarmagandan nima qilasan o'mbatda? Tegdik odamni o'rnida. Bir marta qiladi, ikki marta qiladi. Senlarga qo'shilib, birdan ikki bo'lgani yo'q. Qamadagi umuman. Nima bo'ldi o'zi? Baqirib telefonni qizilni bosib qo'ydi. Nima baqirib? Bilmasam. Tinchlik aka nima baqir chaqir? Birinchidan qaymoqli bo'lmaydi kofe, sutli bo'ladi. Bor yuqor. Choyga tegdik. Qanday choyxonangni ham o'ziga turdim uka. Ha, bor ekansiz-ku aka. Men izlagan odam shu inson. Nima qilish kerak? Dagal gapirish. Meni eshiting akajonim, jonim akam. Men bemalol Yevropaga borib kelsam ham bo'lar ekan. Bo'lar ekanga uni qattiq qo'l bo'lsa. Men sizni xodimlar bilan tanishtiraman, ish rejasini tuzib beraman. Bugundan boshlab ishga olindingiz. Bizga ish yoqmay turibdi. Bahriddin aka xohlasangiz chopib kechgacha pulini oling. Bo'lmasa, mana ketmonlarni mana qilib sotasizmi, nima qilasiz? Tirikchilik qilib uyga yetib oling. Biz ketdik. Qani? Murat aka. Ya Xorbek. Ya xalat qani aka? Xalat esdan chiqdi. Kecha sizlarga xalat kiyib oylar dedi. Bo'ldi. Aka, shashliklarni qizartirib yaxshilab pishiring aka. Bo'ptimi? Uchlarini artib tozalikka e'tibor bering Sho'radaga. Bo'ptimi akajon? Bo'p, yaxshilab pishiring. Yaxshilab qaranglar. Qarajon. Mana xo'randalarimiz ham ko'payib qoldi. Yaxshilab qarash kerak. Ona shashliklarni qizartirib, baliqlarni qizartirib pishirish kerak. İnsanlarning ko'ngli nozik olsin. Pulini olish oson emas, qarajon. Shuning uchun mahkam bo'lib, yaxshilab pishirib, yaxshilab qaranglar ishlarga. Bo'ptimi? Boring, ishni qiling. Mana xo'randalar ham kelib qoldi. Bu xo'randalar emas. Boring, ishingizni qilavering, qarajon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hasanjon. Ko'zlayman. Bo'lar ekan-ku. Qo'rbalarga yarashganini qarang. Kimlarga yarashganini qarang. Mana shunday choyxonani o'zing boshqaraysan. Kim boshqaradi bo'lmasa? O'zi guruhimizda sen boshlig'i bo'lishing kerak. Men adashib mana qolman. Nima? Kostyum yarashibdi. Yigitni omati bilan o'ynash bo'lmaydi. Mana beraman desa, Shu joylarni o'zing boshqaryapsanmi, ha? Kim boshqaradi bo'lmasa? Senga qarashaylikmi? Yordam odam kerak bo'lsa deb keldik yoningga. Qachqalik qilib turaman lekin. Falakata, senlar falakatku, senlar borgan joy. Yo'q, unaqa emas. Qanday? O'zing Hasanjon kiramiz. Yaxshi niyatda keldik hozir. Yaxshida. Qornimiz ochildi hozir. Yo'q. Shiga. Mana bir narsa bo'lsa, topib qo'yib bersang, qornimiz to'plab olsak. Pullaring bormi? Ye? Mana siz borku mana. Kasb bilan yarashib turibdi. Endi bir daftarga yozib qo'ysak ham mayli. Yo'q deyman. Nima ovqat yeysizlar? Yozib qo'yibsiz-ku, katta baliq bor. Berganing deymiz. Gör, oldiga to'sh. Uyat. Nima bo'ladimi kuyov degan? Choyxona ochibsan. Na qaynakani aytish bor, na qaynuklarni aytish bor. Yo, asal. Qassobani susini qor taqalib ketdi. Sabr qilib turinglar, hozir. Bu haligi egizak Husanning ovozimi? Ha, Husan. Ana ularni mehmon qilaveradi. Erta qari qaynotang bilan qaynang o'tiribdi uyda. Uyat. Aka kiringlar, keling. Kecha kelamiz, joy qilib qo'ygan. Vot yaxshi. Baliqlaringni olib qo'ygan, yaxshi katta-kattasini, mayda-mayda baliq qo'ymagan lekin. Xo'p aka. Bo'pti, olib kelaman hamma, qaynotangni hammasini yetalab olib kelaman. Xo'p, yaxshi joy qilib qo'yaman, aka, kelavering. Bo'pti. Xo'p. Yaxshi kutib olaman, kelinglar aka. Xo'p aka, xo'p.
Assalomu alaykum. Qalay? Qandaysan? Haqiqatlar? Hasan qani? Ishlar chiqdi ular. Keladimi? Masalar kerak xudo xolasa. Qayerga ketdi? Nega xo'jayin so'ralmaymi? Men qara, sen meni taniysan? Xo'jayin do'konlar. Menichi? Pulchi. Men jo'rasiman. Men jo'rasiman. Xullas borki, qornimiz itdek ochib ketdi. Nimalaring bor? Shashiklar bor, qarsilama baliq bor. Yo'q-a? Nima yeysizlar? Edi, xullas hozir baliq yeymiz. Keyin kechimizga Baliqmi? yo'q, baliq emas, ana shirvoy go'zi bor. Jiz. Ikkita nonni oldim, sep yozib, bitta bo'lsa, olib ketamiz. Ana. Qayerda joy? Baliqni ko'rak, baliqni ko'rak. Kella mana marhamat. Baliqni ko'ring, birinchi. Marhamat. Oho, sizlarga baliqmi? To'xta, o'zim tanlavini. To'xta. Mana o'zim olib beraman. O'zimiz tanlab yesak ham bo'ladimi? Bemalol. Yo, hammasini pishirsin. Yo'q, go'chani pishir. O'lasanmi? Mana. Yo'q, mana shuni. Yo'q, taroziga tortib o'tirmang. Yurib pishirib beraver. Bo'ptimi? Bu bitta nima bo'ladi? To'rtta. Nima bo'larki? Ha? Saptam nima bo'ladi? Hisob kitobi? Ya mana shuni kallaga burraymi? Ha, bu yerda xo'jayin bilan kimligini? Hasanboy. Va Hasanboy to'laydi hammasini. Bo'ldi. Bo'ladi. Ha, tezroq pishirib beringlar, qonimiz ochib ketdi. Zo'r bo'ldi. Zo'r. Bassa qildi. Akalar buyurtmalaringiz qolib ketyapti. Ha. Bu jizmi bu? Siz aytganingizdan ham zo'r bo'ldi. Piyozni ham kuchlarni solib, Hammasi zo'r bo'ldi. yat. Bunga baraka top. Salomat bo'ling. Akalar buni hisob kitobi nima bo'ladi? Men xo'jayinga hisob berishim kerak edi. Qanaqa hisob? Ya, boya nima dedi? Qulog'iga ta'bir jetdikmi? Ik ko'zi ko'rib. Ya, Kattaga tushiryaptimi? bitta boshliq kim? Hasan aka, Bo'ldi. Hasan aka beradi. Temir daftarga yozdi. Bor. Ana odam orqaga chiqdi. Bor aka, beradi pulni. Ketdik. Bor ishingni qil. Zo'r qildik. Vah, zo'r bo'ldi. Qara, lekin bunda qasi yo'q ekanda. Lekin Mana jiz shashlik oldiku yana yo'qmi? bu yerda muqibmas ekan. Bo'lganda u temir daftarga yozdirib qo'yardik. Bo'lmasa bo'lmaydi. Buni yo'li bor. Nima yo'li bor? Qizil so'lni ko'ryapsan? Ha. Olib chiq qiz, sotib yuboramiz ham bunaqa ham bo'ladi. Bo'ldi, hozir boraman. To'g'ri. Ha. Kerak. Bunaqasi ket, bunaqasi. Hamma qarab turibdi. Men o daraxt orqasida o'tiraman. Bo'pti. O'tdi. To'xta. Voy. Shukr. Ya, dovdir. Hop. Ahmoq. Nimaga bu poxtani o'g'irlab kelding? Sonda o'zi yetadi-ku. Bu yana bir narsamizga yarab qoladi. Gazet-pazaga yetmasa dudimda. Yaxshi qilibsan. Bo'lmasa, buni sotib gazak-pazak olamiz. Mana shashlikni men uyga olib ketaman. Yo'q. Nimaga uyga olib ketasan? Shunchalar sani gazak qilamizmi? Xullas, ko'p gapirma. Bo'lash bo'pti. So'lga ko'tar. Buni uyga yashirib turamiz, mijoz topamiz. Yanami? Nimaga yana? Endi. Tur. Bu ko'rsamasın. Aka to'xta. Nima shoshib ketaveryapsan? Shashlik yeding, baliq yeding. Hisob kitobi nima bo'ladi buni? Hasan tog'am bo'ladi. Xohlagan paytga kelib yeb ketaver degan. Jiyanimisan? Ha, jiyanim. Isming nima? Javohir. Bo'pti, yoshlar ketaver. Aka, kattalardan soling aka. Qarib mayda baliq kerak emas bizga. 10 kilolik. Laqqa bo'lsa laqqasidan ham soling aka. Sudaga bor. Xo'p, aka. Assalomu alaykum xo'jayin. Yaxshi kelyapsizmi? Qayta yurishlar ham tortmaysizlarmi taroziga? Mayda baliq o'tkazmasin bizga. Xo'p bo'ladi. Qani jabr. Tushunmayman-da sizlarga. Nima gap? Ukalaringiz keluvdi. Ovqatlanib, uyiga ham shashliklar olib ketishdi. Berdilar shunga. Sizni nomingizni aytgandan keyin berdik-da. Bekor qilishlar-da shuni.
Pulni bermadi ya. Yo'q, yozdirib ket, sizni nomingizga yozdirib ket. O'zing to'laysan. Bor qara. Unga tegdilar. Rahmat, Bahodirjon. Xo'p, yaxshi yetib oling. Xo'p, rahmat. Xo'p. G'ayratjon, kel G'ayrat. Kel, bir hisob-kitob gaplashib olaylik. Nima gaplar? Yaxshi kelib qoldingizmi? Ha, rahmat. To'lqin qassob bilan telefonlashgandim. Qora novoz so'ydim degandi. Go'sht berib yubordimi? Yo'q-da, qarzlaring ko'payib ketdi deb go'sht bermay qo'ydi. Mana bir marta 30 kilo, bir marta 35 kilo, Hop. bir marta 40 kilo go'sht olib, pulni bera olmadik. Uni-ya? Ana hovuzda baliq ko'rinmaydi. Qani Bahodir baliq olib kelmayapti. Bir dona ham baliq yo'q hovuzda. Mana Bahodir baliqchidan ham bir marta 20 kilo, bir marta 25 kilo, bir marta 30 kilo baliq olganmiz. Xo'p. Uni ham pulni bera olganimiz yo'q. Ha, qani shuncha pullar? Go'sht, qani go'sht, qani uni baliqlar? Qarindosh urug'ingiz, o'rtoqlaringiz, jamiki tanish bilishingiz kelib olgan ertalabdan kechgacha shu yerda bir so'm pul bermay siz nomingizni sotib, siz nomingizga yozdirib ketadi. Qani Mana haqi yo'q. hammasini ismlarini, qancha qarz olganlarini, nima yeganlarini barini yozib ketganman. Xo'p. O'sha pul bera olmaganlik hisobiga mana ishchilar ham ketib qoldi, powerlar ham ketib qoldi. O qancha yegan ular? Qancha? Jami men hisob-kitob chiqdim, 150 million pul ko'chaga qarzga chiqib ketgan. 150 million? Men katta xo'jayinga nima deb javob beraman? Qanday hisob beraman endi? Bunaqa nima bo'ladi endi? Maytagi stollar, qani mayta stol turuvdi-ku? Bilmasam turuvdi ertalab. Ya meni ham borki, bankrot qilaring shunday qilib. Bankrot qildilaring meni ham. O'zingizni tanish bilishlaringiz, aka-ukalaringiz kelib yeb ketyapti. Bor qani. Assalomu alaykum xo'jayin. Yaxshi ishlab yuribsizmi? Salomatligingiz joyidami? Bu choyxonani ishlari ancha orqaga ketib qoldi. Hasan aka mana tanish bilishlari kelib ertalabdan kechgacha shu yerda yeb ichaverib 150 million choyxonani qarzga tiqib tashladi. O'zingiz bir kelib yo'lga solib bermasangiz bo'lmaydi. Ya assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hasanjon, shu issiqda sizga zarilma, a? Ha, o'zimiz boramiz shu choyxonangizga. Menimcha, shu choyxonangizda eng mazali shirin taom pishyapti-yu, ukam qiynalmasin, o'zim olib borib mehmon qilay deb kelyapsiz-da. Ha, senlar deb ishdan haydaldim. Mana qarzlarni undiray deb keldim senlar oldilariga. Qarzni undirish uchun keldim. Nima? Ha!